Surxondaryo viloyatidagi 59-maktab sport zali bir necha 10 yillardan beri ta'mirtalab holatda edi. Qishda sovuq, yozda chang-to'zon, maktab o'quvchilari jismoniy tarbiya darslarini ochiq havoda o'tkazishga majbur edi. Ammo bugun bu manzara o'zgardi. Sanoat qurilish bank tomonidan boshlangan ijtimoiy loyiha natijasida sport zali 2 oy muddatda to'liq ta'mirlanib, zamonaviy talablar asosida qayta jihozlandi. Endi bu yerda 560 nafar o'quvchi sport bilan muntazam shug'ullanish imkoniyatiga ega bo'ladi. Voleybol, kurash, stol tennisi, shaxmat, basketbol va turli yo'nalishlardagi to'garaklar tashkil etildi. Prezidentimiz tashabbusi bilan Surxondaryo viloyati Uzun tumani Mustaqillik mahallasi Xalqobod qishlog'ida joylashgan 59-umumiy o'rta ta'lim maktabiga yangi O'zbekistonni yaratish uchun Sanoat qurilish bank tomonidan yangi sport zal kapital remontga qilib topshirdilar. Bugungi kunda mana shu chekka hududdagi, mana shu chekka qishloqlarda shunaqangi sharoitlarni yaratib beryapti. Buning uchun biz avvalambor shu prezidentimizga katta minnatdorchilik bildiramiz. Qayd etish lozim, sport zali yangi sport anjomlari bilan ham to'ldirildi. 16 ta shkaf, 30 ta sport matosi, 25 ta anker, 4 ta gimnastika stoli, arqon, tennis raketkasi, futbol, voleybol to'pi, basketbol to'pi, ularning turlari. Qolaversa, 30 nafar sport kurash ishtirokchilari uchun esa kimonolar ham taqdim etildi. Ilgari sport bilan shug'ullanish uchun tuman markazlari, sport klublariga borishni orzu qilardim, lekin bularning barchasiga ham imkoniyatim yetarli emasdi. Endilikda qishlog'imizda sport bilan shug'ullanish uchun barcha shart-sharoitlar yaratilgan bo'lib, harakat qilamanki, Diyor va kabi olimpiya chempioni bo'lishiga. Men va men tengdoshlarim bilan kurash to'garagiga a'zo bo'ldik va biz bundan juda xursandmiz. Men kelajakda yurtdoshimiz Bahodir Jalolov kabi sportchi bo'lishga va'da beraman. Qayd etish lozim, bu nafaqat sportga bo'lgan mehrni oshiradi, balki yosh avlodning sog'lom ulg'ayishi, jismonan baquvvat, irodali bo'lib voyaga yetishida xizmat qiladi. Sanoat qurilish bankining ushbu tashabbusi ijtimoiy mas'uliyatni amalda ifoda etgan loyihalardan biridir. Ayni paytda nafaqat ta'mir, balki kelajak avlod hayotiga qaratilgan muhim sarmoyadir. Shuni ham qayd etish lozimki, bugun yangilangan sport zali ertangi chempionlar tayyorlanadigan yangi makon. Sifatli ta'lim, sog'lom muhit va barkamol avlod. Buning zamirida esa hamkorlik, g'amxo'rlik va yurt kelajagiga bo'lgan ishonch mujassam.